Men Sunilaga cho'nxon qizni qo'g'dayman deb va'da bergan. Solina dedingmi? Men Sunilaga uning navri qizini yaxshi qo'g'dayman deb va'da bergan. Shuni men bu yerda o'lib ketsam, Uning qo'lida nolning kitobi bormi? Madim bilay. Shundaqmi? To'xtang. Bog' o'tayman. Bizga borlarga yiqilish oladigan odamlar cho'nxon qiz. Ma tafsiliyroq deb bersan qandaq, Bo'ri apandi. Hey, odamga avorchilik deb berib yurdigan itgan bu. Sizga dedim-ku, men degan Bo'ri deb. Endi sizga Bo'ri bilan ishning farqi to'g'risida tafsili so'zlab beraymi? Og'rib ketdi. Men bo'lsam bo'lmabsan. Cho'qim deymanmi? Men bo'lsam, hurmatga sazovor Solina o'zi Bo'ri qilgan odamman. Sen tig'i odammisan? Shundoq. Sening kelib chiqishingga faqatla o'xshamayman. Men o'z ixtiyorligim bilan mag'lub bo'lgan. Men asli xalq uchun jon dil bilan xizmat qilgan haqiqiy bir chavandoz edim. Sen tig'i oqso'ngakmi? Mushalingga. Shundoq. Butun jismimdan oqso'ngaklarga xos puroq to'kilib turadi. Kim meni kelib chiqishi yaxshi bo'lsin debdi. Buni yoshirib qag'ilib olatdim. Voy, jon og'rib ketdi. Boshroq qilsangchi. O'zing meni o'ldiryapti. Men yumur so'zlabdim-a. Men bilan kuch sinashgan chig'imda qilishbozlikda ilgari muntizm mashq qilganimni his qilgan bo'g'aydim. Faqatli esimda yo'q. Tazimi Oqso'ngak oilasining 3-o'g'li bo'lganligim uchun kenazlik o'rniga erishaolmadim. Shu sababdan shaharda qo'lim ishqimi bo'lmaydi. O buzuq ablah. Men seni o'ldiribman. Qachiman nima? Shu chaqda ayollar bilan oralashib chataq chiqarib qo'ydim. Ular tirilishimga qaramay qechib, olamdan ketib yotganimda agar jon og'ichi bundoq chiroyli bo'lgan bo'lsa, o'lsam afsuga. Ajab adabli ekansiz, tunji ko'rishda jon olg'uvchi degandikan. Men jodugar. Boshqalar meni oy madihligich Solina deyishidi. Oxiri jon kirdi. Bu sizning bolangizmi? U mening navram. Ota-onasi o'lib ketdi. Uni hozir men bequvvatiman. So'rab baqsam, menimi qishingizda ip qilasizmi? Men tamoq etish, beqish degandek ishlarning hammasini qila olaman. Qo'lidan ish kelmaydigan odamni xizmatkorim qilganing nima foydasi? Amsi meni maxluqqa aylantirib qo'ysangizmi bo'ladi-ku. Ish qilib hozirgi taqdirqimni ancha yoqtirib ketmayman. Bo'ldi. Bundoq ahmoqona gapni qilmay, tezroq ketib eling. O'rmonlikda turaverma, xatarlik. Ketmay turing. Ha? Oy, og'rib ketdi. Oy. Qaraganda u meni yoqtirib qolgan o'xshaydi.
Mafluq odamga aylangandan keyin boshqalarni qo'g'lab kelib o'ltirib etishdan ansiramaydigan bo'ldi. Lekin jodugarlar kallangni ilishdan qo'ydilib yuriydiganda. Men mafluqqa aylangan zamonlarda jahon xeli tinish edi. Demisimi Venasdagi jodugarlar dahi yaqindala to'plan ko'tarishni boshladi. Ya'ni kelib, mafluq odamga tajovuz qildiganlar mafluq yaratish afsonini bilmaydigan chala jodugarlar. Odatda zulmat afsoniga maftun bo'lib qolgan boy ayollar qaroqchilarning qo'lida mafluq odamning bosh sunkini setib oladi. Asli ish mundoq ekanda, mening kallamga nolning asla hojati tushmaydi emasmi? Sen nolni nima qilding? Sendan eng oxir qitam so'ray. Obdan o'yinlanib, ondan javob ber. Men bilan birga jodugarlarni yo'qitib, bu qitimliq hech qanday foydasi yo'q urushni to'xtatishni xohlamsan yoki tiriklar ko'ydirilishni xohlamsan? Men qarorimni o'zgartmayman. Foydalanaman desang, mendan boshqa jodugar ko'p-ku. Sendan boshqasi bo'lmaydi. Nemishqa bunda qilishimning sababini bilsan-ku deyman. Shunda qilib, men Solinaning uyida turib, xon qizga qarab, shu yerda kuni o'tkazdim. Ha. O'lgur, kanatkilar bag'an sira haddidan oshqil turdi. Bu tarafga kelayotganini qaramamdi qol. Men ularga buning o'xshamaslik ekanligini obdan tushuntirdim. Baba, ko'p odamlarning beshiga chiqdi. Ular agar jodugarni o'ltirmasa, ochiq hargiz besilmaydi. Men berib, ularni o'ltirib etay. Agar unda qilsangiz, men rostla eski jodugar bo'lib qolmamdim. Hayotingizni saqlab qoladigan ish bo'lsa, eski jodugar bo'lsangiz nima bo'pti? O'tmi shundoq ko'yaversa, butkul o'rmonliq vayron bo'ladi. Ularga o'zimni topshirib bermasam, bu ishning sizlarga ta'sir etadi. Undaqda qanday bo'ladi? Sizning bu kuchingiz bilan bolani ko'tarib qochib ketalishingiz gap yo'q. Men siz bilan qolay. O'tinay. Bo'lamdi. Bo'ldi. Ayni chaqda sizni ip qog'inimga shu topda cheksiz mamnun bo'lyapman. Solina. Bolani sizga topshirdim. Solinaga qarshaplanib o'ltirildi. O'sh ilishqa va'da qilgan xon qiz o'z yolg'iz uydan chiqib ketdi. Men mu albatta ko'llarimni o'ynab o'tkazmadim. Balki butun kuchim bilan har tarafdan uchur topildim. Oxirida xon qizning nol sergarlar uyushmasiga qatnashganligini bildim. Yaqindala biz nolning kitobini izlash uchun ularning panoh joyiga kirdik. Rasma? Qanday bo'ldi? Mayli Solinaning davrisi bo'lsin yoki buzrukvar bo'lsin, hamiz qochib ketibdi. Kitobni yo'qolib ketibdi. Shundaqmi? Buzrukvar azaldan o'zini ko'rsatmaydi. Uning kitobni elishi mumkin emas. Bu gapingga qaraganda kitob xon qizning ekanda. So'rab baxsam, ag'a, siz u kitobni nima izlaysiz? Uni tepib, xo'jayinimga sovg'a qilaman. Lekin xo'jayin buninglik bilan meni kechirib etishi notayin. O'n uchinchi numar degan so'ltak mushkamgacha sehrni yondiramaydi ekan. Qulub afsoni. Qechib ketishimdan ansirab har xil taktiklarni tayyorlab qo'yib, 13 numar barg'an sari pastkashib ketibsan. Askar, bilib-atamsan. Hozir kuchingga intayin muhtoj bo'lyapman. Solina boshdalar nol sehrgarlar uyushmasini yoqtirmagan. Uning deyishicha, sehrgarchi yaxshi ilm bo'lgani bilan bunda kang tarqalib ketsa bo'lmaydi ekan. Bu gapni mening xo'jayinim anglagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun u buzrukvorlar tarafidan ko'ydirib o'ltirildi. Ha, nima dedim? Solinani ko'ydirib o'ltirganlar vabodan qo'rqqan kent fuqarolari emasmi? O'ylab beqam. Agar u vaboni buzrukvor qasddan tarqatsa, demak, u qasddan kent aholilarida xato tushunch paydo qilib, Solinani u ziyonkashlik kuchtirdi. Isboting bormi? Yo'q. Lekin shundaqligini jasmlashtira olmayman. Sehrni xato yo'lda ishlatgan jodugarlarni debla tinchlikni so'yadigan yaxshi jodugarlarni yo'qitamsizlar? Buning bek ishib ketganligini his qilmadingmi? Odamlar uchun aytganda, sehr bilganlarning hammasi jodugar hisoblandi.
yaxshi yomon deb ayirib o'ltirmaydi. Başta aşı qo'g'langan jodugarlarni bo'ysundirib, Anna Solinaning qarshi bo'yicha sehrgarlarni to'g'ri yo'l bilan tarqasaqli bo'lmadimi? Hozir degan urush davri, sen boshqachalar so'qqankansan. Undaq bo'lsa, Nolno deganidek sehr orqali insonlar bilan jodugarlar bilan birga yashaydigan dunyo qurib chiqib, sen o't o'ltirilish oldida sehrgarlik uyushmasidagilardan menga hujum qilishni o'tingan. Agar shundoq bo'lsa, sehrning qo'ral kuchidan hech qanday farq qolmaydi. Vaqt to'shdi. Jodugarlar hamon o'ziga eng foydali bo'lgan ishni tanlaydi. Qaraganda sening javobingni saqlashning hojati qolmagan o'xshaydi. muzdek talatingni endi ko'rsatkichi bo'lmagan. Seni murodingga yetkazib qo'yay. Seni bu arzimas jiningdan obdan foydalanmasam bo'lmaydi. Ağa, sizdan boshliqingiz hozir qanday bo'lib ketgandi? Sen bilan munosabati yo'q-ku deyman. Undaq emas. Siz bilan birga yurgan o qizning tendin xon qizning hidini purab qoldi. Jodugarlar odatda to'g'ri o'simliklarning yoki usti quldusning purqi bilan o'z hidini yo'shiratdi. Lekin shundaqdimi ozroq purab qoldi. Men otinimdan pura oldim, ha? Maxluq odamlarning tendiki puraq bekli kuchlik. Purab bilgili bo'lmaydi. Tez bu jodugarga bergan jazoni ko'ramaymiz. O yo'lda atarbisi nemanchi ko'p. Acaba Ağa ne bo'ldi? o hamakat işliyoruz. Plan özgürdü. Başta Pristo kalasiga barmaz. Nemişki tuyuqsizni o'zgartisiz? O Ölgür Soltek 13. numarını rad qıptı. Ağa! Hey ağa! Neme deysen? Bu yerda odam shuncha ko'p tursa, amroyingizda qanday qutqisiz? Bu sal qaramliqmi qanday? Hozir u odamning hamroyimi yoki emasligiga jazm Agar qilmayman. bo'lib qolsa qanday qilamiz? Vaqti kelganda bir gap bo'ladi. Aha. Men sizga degan, xon qizni izlashim kerak. Shuni bu yerda o'lsam bo'lmaydi. Gerçi hozir yordamimga muhtoj bo'lsingizmi, lekin Rastlı şu Soltekka hamakatlikini qara. xon qiz, Xon qiz u degan o'g'il bola. uni oxir topdim. Ağa, o dal xon qiz shu. U Soltek Solina'nın nevrisi. Bugün biz bir jodugarni ko'ydirib o'ltirmoqchi. O kichik bola bo'lganligi uchunla kangchilik qilsak bo'lmaydi. Biz uning mushu kamgicha nurg'un kishilarning jiniga zomin bo'lganligini, buningdan keyin yana odam o'ltirishi mumkinligini o'ylashimiz kerak. Garchi ser ishiltalaydigan jodugar bo'lsam-mu, lekin men azaldan kishilarga ziyon yetkazib boqmagan. Xalqqa ziyonkashlik qilgan bunday qilmishni hargiz kechirishga bo'lmaydi. Ko'pchilik men cho'qim bu bid'at yo'liga manganlarni pokiz yo'qitman. Xato tushunib qolmanglar. Razillikni sergarlik emas, balki qabih jodugarlarning mavjudligiga keltirib chiqaradi. Bu hablaq nimalar deb yurudandi? Çataq bo'ldi. U mushundaq yolg'on yovdoq gaplar bilan xalqni aldayotdi. Men uni aldam xaltisiga tushib baqqan. Shu obdan bilaman. U ablah xalqni kontrol qilmoqchi. Men bu davlatning tinchligi uchun borliqimni taqdim qilishga roziman. Men cho'qim qabih jodugarlarning birini qo'ymay o'ldirib etaman. Va'da bermanki, Venusning bu tuproqida ko'pchilikning hammasi mendek sergardan paloyida bo'ladi. Shuning uchun bu jodugarni ko'ydirib o'ldiraman. Ağa, tezroq bo'laylik. Endi qo'lsamizsa kechikib qolamiz. Sal to'xta. Hozir basaq ishni buzib qo'yamiz. Nol. Siz zodi nima qilyapsiz? Sizning kuchingizga tayindigan chodi siz yo'q. Qarindoshlar, anglab turinglar.
Men bugün köydirip öldürüldiğin buldum. Gepimni obdan anlanglar. Cadugarlarning erkinligi uchun kurash qilayotgan barliq qarindoshlar. Xuddi Solinan köydirgan o't urush o'tiga Gulxan bog'iniga o'xshash. Meni köydirgan bu o'tnimi qaytadan urishning uyalg'ini qilinglar. Tinchlik va xotirjamlikni izlayotgan cadugarlar, hammanglar birlashayli. Mana mendan bu tuproqqa boshlamchilik qilgan oyma deliguvchi Solinaning o'z navrisi bo'laman. Solinaning nomi bilan 13-numaraga jazo yurish qilinglar. Halkız! To'xtab tur, eshitiyo'z. O'lgur. Yo'l berish! Tez yo'l berish! Bir yoqqa o'tish! Yo'l berishni o'tma! Eshitiyo'z. Meni to'sqiningiz bilanmi foydasi yo'q. Bilaman. Sen helisakniga chiqib, u bolni ep qoch. Ağa, siz-chu? Men bu narsa bilan ularni bir qo'rqitib qo'yay. Nima ish yuz berdi? O seyrgar chatoq chiqaryapti-da. Yordamchi qo'shinni avatinglar. Xo'p, Davlat sehrigari apandi, bu yer xatarli. Momo. ablah, yosh bo'l. O'lishni xohlamasanglar bir chetga o'tish. Halkız! Qo'g'lab kelib etibdi. Halkız! Halkız! Hey. Tez qochmamsizlar. Ha. Yes. Yet. Mahluq jangchi. 13-numar. Xatarli, keyningiz turing. Qo'lingni tart. O'q otsang nol yordindi. Nol yarlanadi. Bu nima degani? Sizlar so'g'ib beray. Qo'linglar, uni qochirib qo'ymanglar. Ağa, Tez hayda. chu. To'xta! Bobstakning Solinaning navrisi ekanligini o'ylamabdiman. Halqizni ko'ydirib o'ltirmoqchi bo'lgan odam 13-numar bu deydi. Ha, 13-numar arabasini o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ldi. Qaraganda u arabasining haqiqiy salohiyatini bilib bo'lgan o'xshaydi. U buni kimdan bilgandi? Tezroq haydi saqcho. Ular yetishib oldigan bo'ldi. Endi tezroq kelib bo'lmaydi. Arbada shuncha eg'ir yuk tursa. Amsa azroq yenikiltayli. Paltamga qara. Ablah. Qo'y va qo'ya. Ağa, bir yaxshi xabar bilan bir yomon xabar bor. Men oldirash,
Yaxşı xəbərini bildim. Yaman xəbərini əmdi digine. Mən anlap bakayım. Bu atlarni kontrol qilolmayaptimi? Nima? Çekileli. Bu pistek işten bulmağanda. O derhal sınavamızı bulmaydı. Lekin askerler hazırlık olap geledi. Yürüyüş orundağın joy topaylı. Bo'lgan ahvolni oliylarga darhol doklad qilinglar. Hop. Məxluq adam ağından düşüp getibdi. Meni içteki hayat. Bilaman. Chavandaza qo'shinini davomli qo'llashga avatmidim. Ularga tayon qilib bo'lmaydi. Kasbiy qotillarni avatgan. Hop. Hammasini tirik tutinglar.